Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bugun Xurotan 9 ga unitazni remont qilgani chaqirishdi. Shu bir oyda ichida menimcha shu 7-unitazni to'g'rilashimizda ichki mexanizmi sinib qolgan yoki chiqib ketib qolgan, suv turmaydigan bo'lib qolgan. Videolar kalta tashab ketgan, o'zlari ishda. Shuni nasib bo'lsa remont qilib beraman. Mana shu unitaz knopka sinib qolgan ekan azizlar. Postda suv turmaydigan, yurmaydigan shunaqa bo'lib qolgan. Hozir biz buni yechib, yangi olib kelib qo'yamiz nasib bo'lsa. Bizlar suvni o'chiramiz. Ventil qo'yilmagan hisobiga. Endi almashtiramiz nasib bo'lsa. Yangi mexanizm azizlar. Nasib bo'lsa endi suvni ochamiz. Endi suv ketdi. Endi tomosha qilamiz. Suv to'lyapti. Yo'qolsa hammasi yaxshi. Suv oqmayapti mana. Endi krishkasini yopib topshirib ketamiz azizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol oldiga chiqishingiz mumkin. Ekrandagi nomerlaringizga sog' bo'linglar.